Sekin. Qaynaga. O'tgan safar nima bo'ldi aka? Nima bo'ldi? Bugun ham nima bo'ladi inshaalloh akalar. Qani ketdik. O'tgan safargi buqalarga nisbatan yana ham chempion buqalar kelgan. Adashmasam 3 partiya mollar ko'rsatamiz. Maza qilasiz, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga xudo xolasa mazmunli, manfaatli video qilib beramiz. Qani ketdik unda. Hammaga assalomu alaykum. Sanjirbek Uskalan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning hurmatli aka-ukalar. Hafta kuniga chorshanba 19-noyabr 2025-yil biz Farg'ona viloyati Ko'plik tumani Puchg'oy mahallasidamiz. Ya'niki Ilhomjon akamiz, Abdurahmon akamizda firmalar kelganmiz. Akalar 150 bosh buqalar kelgan. Shular haqida chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga miyasida o'zi hurmatli aka-ukalar, haqiqiy rossiyskiy buqalar. O'tgan safar buqalar chiqqanda 45 dan 50 dan mol chiqardik. Gidetdan necha minutda sotilib ketdi. Ketish payt hammaga rahmat deb rahmatimizni aytib qo'ydik. 70 bosh. Akalar, 70 boshmidi? Akalar, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursiz. Bu yoqda, u yoqda partiyavonlarimiz bor, ularni ham addini ko'rsatamiz. Dastlabkilar bir bosh olsangiz ham O'zbekiston bo'ylab mavjud. Undan tashqari akalarimizga siz uzoqda bo'lib turib kela olmaydigan bo'lsangiz, ishda bo'ladigan bo'lsangiz ham muammo yo'q. Sizga onlayn savdodan mollar yetkazib berishadi, xudo xolasa. Bexijolat, faqat anklav joylardan tashqari O'zbekistonda xohlagan burchagiga yetkazib beradi. Mana Abdurahmon akam tayyor. Assalomu alaykum. Aka, ishlar joyidami? Obunachilarga alangalik salom. Musobaqa o'tgan aka-ukalarimizga ham salom deb qolamiz. Buqalar film o'ta chempionlar, xudo xolasa. Bordi boricha qadrlaydigan vaqt haqiqatda keldi lekin. Endi payt keldi. O'tgan safar necha minut vaqt ketdi aka? Kecha safar. Sotishganmi? Ha, sotishga. Barakasini bersin. Mol shunday chiqqan 27-minutda sotilgan. Barakasini bersin. Ilohim hammamizga nasib qilsin. O'shanaqa katta partiya olishlar nasib qilsin akamizga o'xshab. Assalomu alaykum Ilhom aka. Joningiz omonmi? Charchamayapsizmi? Obunachilarga hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Rahmat. Rahmat. Chempionlardan keldik. Xudo xolasa. Bular soni nechta hozir aka? 100 bosh. 100 bosh. Birinchi partiyamiz 100 bosh, keyin ikkita partiyamiz ularni ko'rsatamiz. Kayfiyat zo'rmi? Kayfiyat a'lo. Kayfiyat zo'rga o'xshamayapti-ya. Kayfiyat a'lo. Mollar narxi keskin tushadi. Bo'ldi. O'zi ham kayfiyatni tushiraman-da bugun aka. Ilhom aka, tayyormisiz? Tayyor, Bijing bo'ladimi? Xudo xolasa ketdik. Mollar qarang, o'ynab turibdi-ku. Bo'ldi. Mashalloh. Hamidullo degan mollar cho'tib ko'rsatib beradi bizga. Sveji, Sanjarbek, sveji mollar bari. Maslami? Masla. Bo'ldi, barakasini bersin. Turboda bular. Turbo deng. O'ynab turibdi deydi Ilhom aka. O'ylangani bo'lmaydi, faqat o'ynab turgani bo'ladi. Uni ularga nima deysiz aka? Barakasini bersin. Akalar, aytganimizdek, biz Telegram kanalimiz bor, Sanjirbek Uzzi bir raqamini qo'ysangiz, biz Telegram kanalimiz chiqadi. Akalarimizni firmamizning lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Lokatsiya bo'ylab kelishingiz mumkin. Yana qaytaramiz, O'zbekiston bo'ylab bir bosh olsangiz ham dastlabkasi mutlaq bepul mol ustiga minilmaydi. 10-15 ta oladigan bo'lsangiz, o'sha zahati yo'q, o'sha minutda chiqib ketadi mollar. Xudo xolasa. Dastlabkasi sirazi. Bitta ikkita olinadigan bo'lsa, plus minus kunida 1-2 kunda chiqib olib berishadi aka, voha tomonda bo'ladigan bo'lsa. Zo'r. Onlayn savdoni aytdik. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz yoki uzoqdan yoki ishdagi akalarimiz ham menga palon so'mdan addeni syomka tashib ber desangiz, tashlab berishadi. Ma'qul kelsa olasiz, ma'qul kelmasa akalarimiz xizmatiga rozi bo'ladi. To'g'ri Abdurahmon aka? To'ppa-to'g'ri. Boshlaylik Abdurahmon aka, narxiga o'taylik. Sanjarbek, Labbay. buqalar ichidan 4 bosh olamiz. Nech puldan? 21.500 dan. Yo'q. O'zingizga o'xshamaysiz aka. Bugun men siz kayfiyatingizni buzmoqchiman. 20 milliondan berasiz, 6 bosh. Gapni eshiting aka. Labbay.
21 milliondan 7 bosh sotdim. 7dan biri xizmat. Biz 7 raqamda yaxshi. Eng ko'ramiz. arzonni deyapti. 200 million 10 ta chiqarib beraman. Yana ko'rdingizmi? Mana shunaqa bo'lishi kerak aka. Ketyapti bu yerda. Bitta ikkita mol ketgan 100 ta o'yin bo'lyapti. Bo'ldi. 100 taga 100 taning ichidan bo'lyapti. Keyin qo'lda bering. 200 millionga xolasi Surxondaryo. Ha. Qarormasdan ketdi O'zbekiston bo'ylab mana shu. Gap yo'q. Bu bola Abdurahmon akam yo'q. bugun haqiqatdan kayfiyatini buzamiz. Agar olaman desa borku, Ha, mana shu qo'radan sayfi buzilmay turib 197 millionga ketdi 10 bosh. yana 3 million arzon qo'yardingiz. Milliard arzon. Mana shu qo'radan. Mana bo'lmasa mankilar yana arzonlatib berishadi. Oldiga nech pul aka? Oldiga. Zo'rini kel bitta olsa ham haqli. Nech puldan tanlab oladi? Zo'roniki bo'larsa mashhuradan 26 million 500 dan ketdi. Yo'q aka. Birdan olsa ham haqli. Hali ham u akam kamerasi ekanmi o'rnida yuribsiz tomda. Qayta kamera. Ya unaqa demang aka. Yo'lida ayting biz obunachilarga. Sanjarbek uzdan desin, tas arzon qilib bering. O'tib ham beramiz senga. O'tib Mol berish sotish, bizda maqsad mol sotish. 25 ta o'tib berasizmi? Yo'q. Ilhom aka, sherik bo'ling aka bizga. Nech pul dedi bo'ldi? Oldin 26,5 bermay 25 ta o'tib bering deyapman. O'tib berdi qo'y. Ha. Mana shu qo'radan keladi. Bir don olsa ham bor, 25 million talla oladi. Mana shu qo'radan 100 bosh. Mol Xayringiz bormi? Xayrli insonmisiz? Sherigim aytdi, Mol. 26,5 dedi, 1,5 million o'tib qo'ydi. Mol. Yana bitta xayr qilib bering bo'ldi. Sanjahon mol Mana shu arzon qo'radan bo'lib bor, ketdi. 10 Ha. bosh olsin. O'ta arzon. 240 O'tar. millionga ketdi. 10 bosh. Yo'q, men hozir bitta o'yinga pulim yo'q. 25 million bor, bitta talla olasiz. Zo'rona ket mana shu qo'radan. Zo'rona. 100 so'm xayr qilib berasiz bo'ldi. 100 so'm. Bo'ldi 2 so'm xayrni qilib beraman. Ko'rdingizmi? 24 million 700 qo'yib qo'ying. Ana. Maydalayapsizlar. Mana shu kerak bizga. 24 million 700 dan bir don olsa ham haqli. Oldidan a? Oldi zo'rini, o'ziga yoqqanini olib ketaveradi. Mol Ilhom soni aka, kam emas, zo'rini tanlayveradi. keladi. O'sha aytganingiz bor-ku, 20 ta 15 ta tanlab. 15 ta deylik, tanlab olsa. Nech puldan berasiz? 15 ta talla olsa ham mana shu qo'radan. 24 million 500 dan berib yuborsam bo'laveradimi? Endi siz bo'lmadingiz endi. Nima deyapsiz? Siz bu yerda 100 ta mol bor. 85 ta yomoni qolib ketdi molda. Yomoni yo'q aka, qanday Molni yomoni? zo'ri 90 ta chiqadi. O'sha 90 tadan ham tanlab oladi. Men o'zi nimadan sotashim kerak? Maydasi bo'lsa 10 ta. Mashallah, bu qo'lga qarang. Haqiqatan. Rossiya qaytadan keldi aka bu. Abakandan keldi. Abakanni bu qo'lar, ha? Aha. Qarang. 24 million so'mdan 15 ta tanlab oladi, bo'ladimi? Yo'q. O'ylanmang. Ilhom aka, Molni ichidan qarab turing. Ha. 30 ta tanlab oladi, bo'ldi 24 milliondan ketdi. 30 ta demang. 25 ta tanlab, 20 ta tanlab oladi. Keyin qo'lda bering. Keyin qo'lda bering. Bo'ldi, Injilish yo'q. Injilish yo'q. Barakasi. Qaytish yo'qmi? Qaytish yo'q umuman. Bo'ldi. Faqat oldinga qarab. Olgan odam mazza qildi lekin. Mashallah, o'ta mazza qildi. Ichidan tanlab olsa. Ali, Abdurahmon aka aytardingiz-ku, xavfli vaziyat dedingiz. O'ta xavfli vaziyat, O'sha joyi. joyga keldik endi aka. Nima qildik? Bitta o'yin bo'lgan yo'q akalar. Kecha kuni- Realniy savdo sizlar uchun xudo xolasa arzonlashga harakat qilyapmiz. 100 tasini bitta joyga. Sanjahon, Labbe. kecha kuni ham aytdim-ku. Mol savdogar olsa ham foydalandi dedi. Ha? Xuddi o'shanday narx qo'yamiz bularga ham. Aytingchi o'shani? Mollar bir joyda Sanjarbek matkamat kim oldim desa bu qolardi 22 million 700 mingdan ketdi. Pichoqoy narximi? Pichoqoy narx. Ilhom aka, sizga endi navbat aka. Narxni keskin tushirmasangiz bo'lmaydi. To'g'ri, narx yaxshi. Lekin 2 million 500 dan ketdi O'zbekiston. 200 mingdan tushib bermang aka. To'g'ri, 100 ta moldan ancha pul tushib oldik 20 million, to'g'ri. Lekin yana ham bitta arzonlatingchi. Bo'ldi, men qarang, Sanjarga o'zlamaydi. Mana Aha. shu 22 million O'zbekiston bo'ylab ketdi 100 ta mol. Keyin qo'lda bering. Labizga kelganmisiz? Bizda gap bo'ladi. Gap yo'q, mana sizga. Barakasini bersin. Hamidulloh. Sizdan nima kutamiz? Aylantiring. O'tkinglar chiqardingiz-ku. Sanjarbek necha pul Tabii. bo'ldi? 22 dan bitta Siz joyga. befoyda ishlar ko'p qilyapsizlar-da. Nima bo'lyapti aka? 22 million 700 da hali ham turibsizlar. 22 million o'zida aka. Bo'ldi, martga oldim degan odamga Ha. nashib qilgan. Ha. Dangalga Ha. 21 million 700 mingni. Ye bor ekansiz, mana Olgan odam shunaqa ish mazza qiling aka. Ha? Nega? Ha? Nech puldan ketdi? Halol pak ayting. 21 million 500 million berib Mana shu puldan berasiz bo'lmasam, ketdi. Mana shu puldan berasiz, bo'ldi. Hey, O'zi hey, yiring hey, bo'lsa mayli, barakasini bersin. Hey. 21 million 700 tekin qilib qo'ydi mana shu mol. Nima deysizlar aka? Bersinmi? Mana, Sanjarbek. qolsin insonlar. Bering, bo'ldi.
Mol olib sotganda Ha. shakar choyga foyda qilsin. Ha. Shakar choyga. bir joyga olaman degan odamga Ha. 21 million 500 ming ketdi O'zbekiston bilan. Ke mana sizga Endi yonib ketdi. Endi Haqiqatda yonib, bor, xolos. olgan odam mazza qildi. Loyim. Hayriyam ichida bo'lib ketdi. Zo'r bo'ldi endi aka. O'zbekistonni xohlagan chekkasiga faqat aytyapmiz, anklav joylardan tashqari anklavdagi insonlar iltimos meni to'g'ri tushundinglar. Sababi hozir Qirg'iziston yopiq, o'sha tomonga o'tkish muammo. Ochilib ketsa, xudo xolasa sizga ham yetkazib berishadi. Voy, mana qarang. Voy! Barakasini bersin. Xolos Ye ketib charchoqda chiqaraylik, o'ynab- napati kutib qolmasin. Maza qilyapman, narx tushganiga maza qilyapman, aka men. Hamidullohning haydashlarini ko'rib yana ham maza qilyapman men. Bizga Hamidulloh kerakda mana shunaqa. Voy jonivorlar. Mana qaranglar aka. Chiqish qarang, chiqishda. Oo! Saltarashga variant, Sanjarbek. Oo! Mashallah. Yemga tayyor. Mana Salqin sizga mana aka. salqin tushdi. Endi boqadigan payti endi keldi, ona qarang. Oo! Jonivorlar. Mana o'zi qarang, mana o'ziga nima deb qo'yasiz endi aka? Bunga like Mashallah. bosib qo'yish kerak. Barakasini bersin. Sanjarbek, ma'lumotimda aytib qo'y, 50 bosh mal. 50 boshi. 50 bosh. 50 bosh uje paltarashkiga o'tgan muqalarimiz, xudo xolasa endi bularga o'tamiz. Mana shularning narxini o'ta qattiq talashaman hozir akalar. Bitta joyga shunaqangi qilib beray. Ilhom aka menga faqat jikki odam berasiz. Maylimi? Bitta joyga qattiq gaplashamiz hozir. Xudo xolasa. Dil ketdi. Mana shu mollaringizga dil ketib qoldi 50 tasiga. Jonivorlar. Hamidulloh bu sizga Alloh kuch-quvvat bersin endi. Nima? Abdulaziz. Bu yoqdan bu yoqqa qaytib turing. Vo. Ular qarang aka. Vapshim jonivorlar ekan lekin. Buqalar. Bular necha oylikgacha ekan bular, a? Ilhom aka? Necha oylikgacha? 10 oylik, 1 yosh bo'lgan, ish qilib 2025 da qolardi. Hammasi? 2025. Xudo xolasa. Barakasini bersin. Mana ularga nima deb qo'yasiz aka? Mashallah. Buqalar qarang. Abdurahmon aka. Sanjarbek chempionlari. Chempion ekan haqiqatdan. O'ta chempion ekan jonivorlar. Nima deymiz endi aka bularni? Bular sotish kerak. Bizda maqsad sotish. Bo'ldi. Necha pulni sotamiz? Sanjarbek bular ichidan bir jup olamiz. Ha. Boshlanishiga. Hop. Katta narx qo'ymay 25 milliondan ichidan ikkita olib beraman. Olgan odam mazza qilsin. Yo 4 ta qiling yoki 24 milliondan deng. Bo'ldi. Qaysi biriga kelishamiz? 100 millionga ketdi. 100 millionga. Ket. Yana jichcha o'tib berasiz. O'tib ham beraveramiz. Shunaqa deng. Haydi. Yaxshi ketyapti O'zimiz hozircha. chiqarib beramiz. Hozircha yaxshimiz. Sanjahon 25 million deyishdi, ikkita deyishuvdi. Men aytdim 4 ta qilib bering. Undan bo'lmasa 24 milliondan bering. Sen bo'pti 100 millionga 4 ta beraman dedi. Yana jichcha o'tib berasiz deb qo'ydim. 98 gami? Puchug'oy narxi 97. Bo'ldi kesin. to'ppa to'g'ri. Ha? To'g'ri gap. Aha. Puchug'oy narxi. O'zim chiqazib beraman. Bo'ldi, barakasiniz. Puchug'oy narxi. Voy. Buni qarang. Buni qilsa. Mana o'ziga nima deb qo'yasiz aka? Sanjahon Sen mashbuqqa yetib boradi 28 million. Respublika bo'ylab. Yana kamini qilib berasiz aka. Olgan odam Uni o'chi uni. Qara ikkovi gapirib qo'yman. Ikkalasiga gapiringchi. 55 millionga ketdi. Oltari tog'larga, oltari tog'larga. Ikkalasi nechi pul? Ketdi 55 millionga yetib boradi. Yana o'tib berasiz. Mayli, hayriga. Yaxshi o'tib berasiz. Ayrisi borda. Xayrisi bor. 53 ga ham bo'laveradi. Sanjahon narx-navosi 97 million to'rt bosh bo'ldi. Aha. Oldini keladi, bir dona olsa ham haqli 28 million 500 ming. 30 million, 35 million narxlar yo'q. Bunaqasi yo'q-a? Unaqasi yo'q. 28 Barakasiniz. million 500 dan bir dona tanlab olsa ham haqli. Ishi ham zo'r novos ekan. Qimmat desangiz yana o'tib ham beradi. O'tib berasiz hozir, to'xtab. Men ona novosga chiqishga ilhomim ketib qolibdi-da. Siz olmoqchi bo'lyapsiz shekilli Nima buni. shekilli? Qarang. Aka, Labbay. qancha dedingiz? 27 dedingiz, oldin qancha? 28 million 500. 28500 mi? Dil ketib qoldi, 27 dan bering. Yo'q. Ilhom aka. Shuni dum yo'qotdi, 28 hamda 28 ga bir dona olsa ham tanlab olaveradi mana. Mana xalqdan so'raymiz. 28 chi balandroq aka? 27 dan desa bu qalay bo'ladi? Xudo xolasa aka. Bo'laveradi. Mana xalqdan so'rayapmiz. 27 dan. Ketdi. Bizda bemaslahat sotiladi, 28 bo'lib ketdimi? 28 deyapsizlar, endi bizga qancha arzon qilib bersangiz yana ham yaxshiroq bo'ladi aka. Mayli o'tib ham beramiz. Mashallah. Keyin
Qo'yani obunachilar o'zlari kiygandan, qo'l tushgandan keyin sezamiz. Bitta joyga nechi pul? Qo'yoqsi yo'g'i. Sanjarbek, bir joyda mana shu buqalar kim oldim desa, dangalga o'yin dangal bo'ladi. Aha. 26 million 500 mingdan bor ekan. Olgan odam Bitta joygami? Bitta joyga. 26 million 500 ming so'mdan tuz bo'ladi. Sanjarbek mollar narxi hisoblan 24,5 milliondan 28 gacha bo'lgan. 26 million 500 dan bir joyda bor ekan. Oldida aniqcha Olgan olyapsiz. odam mazza qildi. Nechi pul so'rashini bildingiz o'zi? Mol 26 dan qancha o'tib berasiz? Sanjarbek mashmol shuni chiqsa bir odam oladigan narxni qo'yib qo'ydi. Qarang. Kuchog'oy narxi kerak emas. Xo'p, Hozir so'rasam, aniq 25 million 700 ming deyishingiz mumkin. Yo'q. O'shandan qancha o'tib berasiz bizga? yo'q, unga qo'shar. Yo'q, unaqa demang. Ilhom aka keling. Meni yonimga keling, Ilhom aka jiddiy yordam berib oling. Bu nega bola o'zini olib qochyapti? Shunga hayronman. Siz uni orqasidan qo'yasiz. Narxni bitta so'rasam, hali shuni bilmay qochib ketdingiz aka. Bola ju molda arzonlatib yuboryapti. 26 yarimlayapti-da bitta joyga. Xavfli vaziyat. Xavfli vaziyat. O'shanga aytyapman. 26 dan qancha o'tib berasiz, lekin puchog'i narxini aytmang. 25 million 700 kerak emas. Undan o'tib bering deyapman. Qalay so'rayapman? 26 qo'ysa qanday bo'ladi? Yes, siz ham men tushuryapsizmi? Bu ko'taryapsiz. Nima deyapsiz? Ey! Qarang. Ey! Sizni sazangiz shayton ana shu molni hammasini olsa bir joyga 50 boshda etgan joyga ketadi. 25 million 500 dan ketadi. O'zbekiston. Qarangasiz. Ketaveradi. Lekin Sanjahon bosh tekin bo'lib ketdi mol narx-navosi bor-ku. Tushungan inson tushundi. Gapirib qo'ying buni sifatini, kачествоsi. Mol kачествоsi udora. Voy, kачествosiga endi gap yo'q aka. Ichidan bo'ldi. 23 ming 500 dan bo'ldi aka. 25 million 300 ming. Yana bo'lsa. Sanjarbek obunachilariga. Yana bo'lsa, bor ekansiz-ey. Mesmas obunachilar. Ilhomga bilmasmi? Bo'ldi. Ko'rdingizmi, Hamidjon? Ayniq ikkita o'rtoq bir-biriga qayrabni narx tushirish kerak. Barakasini bersin. Eng yaxshi yo'li mana shu. Akalar, endi shoshish kerak bu mollarga. Haqiqatan shoshing. 50 tasini bitta joyga 25 million 300 ming so'mdan Ilhomga Simental qo'rada indamay qo'yasiz. Abdurahmon akani o'ziga telefon qilib 0698 ga telefon qilgan paytingizda menga qosin deb oling. Foydalanadigan narxingiz ham bo'ldi mana shu. Mana ichida qarang. Jonivorlarni. To'g'ri, endi mana mollarni bu joyda 30 million, 32 million, 33 million deyish mumkin. 28 million narx aytyapti. Mashallah, abakan bo'ladi. Oh. Mol bormi yana yo'qmi? Yo'q, mol yo'q. Tugadimi? Bugunga shu Sanjarbek. Bugunga shu. Aha. Bo'ldi, unda akalarimiz ham kuttirmaylik. Biz ham sekin qolgan insonlarga ko'rsataylik. Xudo xolasa barakasini bersin. Rahmat. Sanjahon, bizga xotirjam bitta olamiz, 50 ta olamiz, xotirjam kelaveradi. Keyin kelib olamiz, onlayn olsa ham narx-navo olamiz bir xil. Narx-navoda o'zgarish yo'q. Bo'ldi. O'zimizga olganda tanlab jo'natamiz. Xudo xolasa aka. Uzoqdan olsa ham. Menga misol uchun aytsa, 23 million, 24 millionlik mollar syomkaga tashlab berdi, adden syomkaga tashlab beradi. Molma yo'q. Molda ma'qul kelsa oladi, ma'qul kelmasa xabagarchilik yo'q. Bo'ldi. Navoda kelsak, kartaga pul lekin sirasi tushish kerak-da. Aha. Hech bo'lmasa shu 10 millionmi, 5 millionmi kartaga pul tushsa, mol o'sha odamga sotildi, berdi. O'sha momentda sizlar tashlab olsa, alohida qo'riga qo'yiladi. Ha, bo'ldi. Endi bir dona misol aytib o'tak biz. Aha. Misol Samarqand Buxorodan olyapti-yu. Bir dona mol olsa sirasi olish bilan yuklanmaydi. Ha. Hech bo'lmasa bir kun, 2 kun, bo'lmasa 3 kun, balki 2 soatda chiqib ketadi. Mashina to'lishiga qarab, Bir dona mol qoplaymiz Sanjahon. To'ppa-to'g'ri. Biz optim joyi. To'ppa-to'g'ri. Akalar, xudo xolasa o'shanisini to'g'ri tushunasizlar. Mana o'zlari xonadonlar chiqaryapsiz, hech kim birini aldamaydi, boshqa qilmaydi. Bor. Muammo yo'q, lekin bir kun, 2 kun plyus minus kunida molingiz yuzga yetib boradi. Farqi yo'q. Rahmat hammaga. Hurmatli ukalar, hammamiz choramizni Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa buqalardan boqishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.